Miriko'ch, assalomu alaykum do'sti birodarlar. Qadrbaland, qadrdon aka-ukalar, oshnalar, hamshaharlar, vatandoshlar. Sizlar salomatmisizlar? Mana bugun Sankt-Peterburg shahrida Neva daryosi bo'ylab sayohatga chiqdik. Bizning mana Tojikistonlik do'stlarimiz, mana oshnalarimiz, yigitlar Rahim oshna, Haydarbaxshi, O'ktamboy, uzun oshna, Abdumalikjon, Kamil oshna, Farid oshnalar bilan birgalikda bugun ekskursiya sayohati, dengiz sayohati, daryo sayohati bo'ylab chiqdik. Bugun shu fursatdan foydalangan holda oshnalarga sog'lik tilaymiz. Bugun bu oylanishdan maqsad biz uzun oshnamizning tug'ilgan kuni. Uzun oshnani ham tabriklab qolamiz. Rahmat. Barcha ko'rayotgan aka-ukalarga yoqimli prosmotr deymiz. Yoqimli tomosha deymiz. Mana ko'prik chiqaran ajoyib manzara. Bunday narsani ommasdan qoldirish bo'lmaydi. Taassurotlar qanday o'shalar? A'lo darajadami? Nega olib qo'yingiz? Mana Farid oshna. YouTube'ga ketdilaringiz lekin kanalga. Mayli kanalga qo'ying. Do'stlar, bugun Dvorsovoy ploshad boshidan o'tyapmiz. Rossiya imperiyasining davrida qurilgan bu most hozir ochiladi. 1 soatdan keyin ochiladi. Ay, nima deymiz? Omon bo'linglar do'stlar. Salomat bo'linglar. Ancha paytdan beri ko'rinish bermak, salgina ko'rinish beryapmiz. Salomat bo'linglar. Yaxshi kayfiyat. Biz ham eshitdimiz bir madaniy xonadon qilaylik dedik. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Haydarbaxshi kanaliga xush kelibsizlar. Omon bo'linglar. Kanalga ketdimi? Ha, qaram YouTube'ga. Sizlar birisa deng Kamilashna. Kamilashna, bizning podpischilarga birisa deng. Siz podpiska qo'yamiz. Podpiska bosingizlar, zillatni bosingizlar, mana tomosha. Mana buni Ermitoj degan shul. Ha, mana. Ermitojning suv tomoni. Qarangizlar. Ishlab ketganingizlar, dam olingizlar.